Biz esa Omon-Omonning qiziqarli manzilidamiz. Nafaqat Omon-Omon, balki Meni yurtim telekanalini ashaddiy muxlislarni xursand qilishga shaylanganmiz. Albatta, demak, har doimgidek aksiya g'olibini aniqlaymiz. Bugun ham televizor sohibi kim bo'lishi mumkin? Ya'ni mega aksiya e'lon qilingan, bilasiz, 26-dekabr sanasiga qadar bo'lib o'tadi. Har kuni shunchaki 16:00 dan 18:30 gacha Meni yurtim telekanalini ko'ring. 4 ta sirli raqamli promo bank botga jo'nating. Boshqa hech narsa kerak emas. Demak, bugun aynan shu ishni qilganlar va Meni yurtim telekanaliga sadoqatlilarni biz chiroyli mukofot bilan taqdirlaymiz. Shartlarni yana bir marotaba takrorlab o'tish men nazarimda hojati yo'q. Hamma biladi, bilmaganlar ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling, Telegram, Instagram sahifalarimizga va qolaversa biz ushbu aksiyada ishtirok etish shartlarini ham to'liq tarzda video shaklda sizlar uchun joylaganmiz. Agar tayyor bo'lsanglar, biz ajoyib bo'lgan televizor egasini aniqlaymiz, xo'sh ko'ramiz. Omadli tomoshabin va kimga nasib etar ekan ushbu televizorimiz 3 2 1. Marhamat, tasodifiy raqamlar generatori va 1 omadli bo'lgan telefon raqam egasi. 88 kodi hozircha bizga aniqlandi. 16 91 raqami. Tabriklaymiz, biz sizni chin dildan muborakbod etamiz. 1691 raqam egasi, birozdan so'ng ular haqida to'liq ma'lumotlar kelib tushadi va biz yana bir bora iltimos qilgan bo'lardik. Agar siz bank promobotdan ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda ma'lumotlarni noto'g'ri kiritsangiz, bu muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar to'g'ri ma'lumotlar kiritishingiz kerak bo'ladi. Albatta. Ma'lumotlar kelib tushdi bizga. Mana Ahmedova Zuhraxon ekanlar g'olibimiz. Chin qalbdan tabriklaymiz ularni. Hudud Toshkent viloyati va 18 ball to'plaganlar. Yutug'imiz esa televizor. Demak, ularga qo'ng'iroq qilishga harakat qilamiz. Agarda ular bizga javob bersalar, biz mamnuniyat ila bu xabarni ularga yetkazamiz. Zuhraxon Ahmedova, biz sizni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. G'oliblar Omon-Omon dasturidagina aniqlanadi. Shuning uchun erta tongdan Omon-Omonni ko'rish yodingizdan chiqmasin. Juda bo'lmasa, uyqudan uyg'ona olmasangiz, yaqinlarni ogohlantirib qo'ying. Sizni ismingizni, sizni nomingizni eshitishlari bilan darhol sizni uyg'otishsin. Hammaga omad yor bo'lsin. Mana shunaqa televizor ko'rganlarga sovg'a ulashamiz. Wi-Fi telekanalni ko'rganlarga sovg'a ulashamiz. Hozir bir daqiqa raqamni terib olishimga imkon berasiz. Xo'sh. Televizor berish ham oson emas shekilli. Televizor berish ham oson emas. Lekin biz mamnun bo'lib bu sovg'alarni sizga taqdim etamiz. Xo'sh. Hozir bir daqiqa. Ishqilib samolyot rejimga qo'yib qo'ymaganmisiz telefonni? Chiqardim. Bo'ldi. Hamma raqamlarni aytmang, chunki ularga ma'lum noma'lum qo'ng'iroqlar bo'lib asablariga tegishlari mumkin. Buni inobatga olgan holda biz albatta tasodifiy raqamlar generatorida ham 3 ta raqamlarni yashirin holda ko'rsatganmiz. Xo'p, Zuhraxon. Zuhrapamizmi yoki? Zuhraxon. 1991-yil tavallud topgan ekanlar. Zuhraxon. Zuhraxon, uyg'oning. Siz mavjud bo'lmagan raqamni bering. Rahmat kattakon. Nega unday noto'g'ri raqam kiritilgan? Ikkinchi raqami ham qoldirilgan, ya'ni qo'shimcha raqam, ularga qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Xo'sh. Iltimos. Xo'p. Xo'sh. Hozir bir daqiqa. 97 kodi 110. Hozir hayajonli onlar, qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Tayyor turing har doim. Keling, biroz hayajonga solamiz ularni. Mayli, avval qo'ng'iroq qilib tushaylikchi. Darrov aytib qo'ymang. Qani ko'ryaptilarmi yo'qmi? Xo'sh. Qani chaqiruv gudoklari bor bizda. Va yana ko'pchilikda shunaqa endi tushunmovchiliklar yoki aytaylik savollar bo'lishi mumkin, norozi savollar. Nega ballari kam ekan, g'olib bo'ldilar, meni ballarim yuqori. Bilasizmi, tasodifiy raqamlar generatori albatta balli yuqori bo'lgan ishtirokchilarimizni ham inobatga oladi, lekin imkon qadar omadli tomoshabin deya nomlanadi aksiyamiz. Bunga ahamiyat berasiz. Agarda ballingiz biroz pastroq bo'lsa ham sizda mana shunaqa g'oliblik albatta yuzaga kelishi mumkin. Muhimi ishonch bilan, yaxshi niyat bilan harakat qilsangiz kifoya. Har tong Omon-Omon dasturini o'tkazib yubormaysiz. Mana shunaqa qo'ng'iroq qilganda ko'tarmasdan ishga ketdilarmikin
o'tkazib Yoki yubormagan hali bo'lardingiz. uxlayaptilarmikin? Ikkinchi urinish mabodo ko'tarmasalar, ma'murlarimiz ular bilan bog'lanadi. Xo'sh. Yo'q, men nazarimda Afsus. qo'ng'irog'imizga javob bermadilar. Yana bir bora ularni e'lon qilamiz, tabriklaymiz va birozdan so'ng albatta ular bilan yana Ahmedova Zuhraxon Toshkent viloyati 1991-yil tavallud topganlar va 1691 raqami, qo'shimcha raqam esa 1469 raqami egalari. Quvonishingiz mumkin agar bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, sovg'amiz sizniki. Albatta muborak bo'lsin. Mana shu yerda sovg'angiz bor va buni albatta o'zingiz olasiz. Demak, diqqat qilamiz. Siz uchun, biz uchun kerakli bo'lgan life hacklar oldinda, undan so'ng yana qiziq suhbatimiz bor. O'tkazib yubormang. Marhamat.